Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Navbatdagi obyektimizga yetib kelganmiz. Xudo xolasa bu yerga ham ko'rib turgan joylarga gullik qilib chiroyli qilib sinab qo'yib beramiz. Mehnatimizni qadrlab, har doimgidek bitta bunday qilib like bosib qo'yasiz. Kanalda videoni boshladik, nech puldan qilib berdik, metrini aytamiz, bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, faqat bizning kanalda bitgan holatigacha qurilish bo'yicha videolarimiz ko'p. Albatta kanalga kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Shlaka blok urishmi, devor urishmi, barcha qurilish bo'yicha narxlarda bilib turasizlar. Ko'rib turgan joylarda mana bu yerga ham xudo xolasa chiroyli qilib sinab qo'yib beramiz. Mana o deyishib turibdi. Balandligini aytaman. Birinchi balandligi ko'rib turgan joylar 1.10 razmerda, eni 1.20 bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, shu yerda bitgan holatini ko'rsatamiz. Mana bu yerda darvozaxona, chapga o'ngga xudo xolasa bitgan holatini ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa apalapkalarni ham tikalab oldik. Chiroyli qilib mana ko'rib turibsizlar. O'rnatib oldik. Bu safar ko'p ko'rgansizlar, yog'och o'rnatib qo'yardik. Bu safar yog'och o'rnatmasdan qo'yyapmiz. Birinchi zinamiz bitta. Endi buni hali bitgandan keyin bezaklari bor. Bezaklarni ham qilamiz. Xudo xolasa zina qo'yayotganda nimalarga e'tibor berish kerak degan savollar bo'ladi. Zina qo'yayotganda albatta yonboshiga 15 sm qo'yish kerak albatta. 15 sm qo'ymasangiz, eng kam 15 sm bo'lsa yaxshi. Yo'llamaydi, yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik telefon qilib, ustaga ikkinchi etajlarga ham qo'yaverasizmi deyapti. Biz faqat mana ko'rgan bo'lsanglar, qalbimiz bor. 1.20 1 metr. 1.10 razmerda qalblarimiz bor. Faqat mana hayvondan chiqqan shapkalarga qo'yib beramiz. Ko'pchilik savollarga javob. Ko'rib turgan bo'lsa, xuddi shunaqa joylarga shapkalarga qo'yib beramiz. Haligi ikki etajlik ularga qo'ymaymiz. Chunki biz qalbda qo'yamiz, gullik qilib, faqat pastga qo'yamiz. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Telefon qilayotganda albatta. Kommentariyada har xil fikrlar bo'lyapti. Ba'zilar qimmat deydi, ba'zilar arzon, ba'zilar yaxshi deydi. Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, o'zingizlar bilasizlar. Hamma narsa o'ziga yarasha. Qimmat bo'lsa, o'shanga yarasha ish bo'ladi, sifatli bo'ladi. Arzoni o'ziga yarasha ham bo'ladi. Puliga yarasha bo'ladi, hamma yo'q, o'zingizlar bilasizlar. O'shani hisobga olib qo'yasizlar, qadrdonlar. Xudo xolasa sinab qo'yamiz. Bitta sekin chiqaramiz qalblarimizni. Mana aytgan qalblarimiz shu. Qadrdonlar, xudo xolasa obyektimiz ham oz qoldi, yakunlanish arafasida. Ko'rib turibsizlar. Birinchi zinamizni qo'ydik, xudo xolasa mana. Shunday xudo xolasa bitgan holatini video davomida ko'rsatamiz. Aytib o'tganimizdek, boshida aytgandek, mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'yasiz. Sizdan hech narsa ketmaydi, albatta. Prosta boshqalarga yetib boradi. Sinab quydiradigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, shularga yetib boradi, xolos. Bitta like bosib qo'yasiz. Endi barchaga qiziq joy keldi. Narxini aytaman. Boshda aytganimdek, balandligi 1.10 razmer, eni 1.20 razmerda. Ustaga nech puldan qo'yib berdingiz desangiz, 500 ming so'mdan metrini qo'yib berdik. Metrga hisoblanadi bu.
siz napayani boshidan boshlab, misol chiqib tushadigan bo'lsa, chiqib tushgan joygacha hisoblaymiz. Albatta shuni hisobga olib qo'yasizlar. Agar ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bir donadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, uylar qanaqa, shu zinapoya tushadimi, tushmaydimi, albatta o'zinglar bilib, bemalol izohlarda o'z fikrlar qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.